Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatayotgan aziz forishliklar, aziz bizni kuzatuvchilarimiz. Barchangizga qish kunlari muborak bo'lsin deb qolamiz. Albatta tashqarida qor va dastavval biz mana shunday qorni hamda mana shunday sokinlikni bizga baxsh etgan Humo mehmonxonasiga o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz va sizlar bilan aynan hozir ilk sonimizda forishcha hangamalar ilk sonida menimcha Ibrat aka bemalol forishcha gapirsak bo'ladi-ya? Bemalol forishcha gapiramiz. Demak, hurmatli bizni forishliklar, hozir biz forishcha hangamalarning ilk sonimizga forishdagi eng bir zo'r blogerlardan bittasi Ibrat akani aytganmiz. Aynan mana videosini ko'rishingiz mumkin. Keling birgalikda videomizni ko'ramiz. Jaloliddin Ahmadaliyev yoki Mashhurbek Muhammad bitta bo'lsa ham she'rima qo'shiq qilmagunicha. Rahmat. Ibrat aka ko'rdingiz, ancha zavq oldik-a. Aynan bunaqa ideyalar qayerdan kallangizga keladi, ha? Kallangizga. Endi bu ideyalar hammasi o'sha o'ylab kelinadi. Bu forishliklarning o'zining xarakteridan kelib chiqadigan ideyalardan. Iloji boricha odamlarning kayfiyatini ko'tarish uchun, obunachilarimga manzur bo'lishi uchun men shunday ideyalarni o'ylab topishga harakat qilaman. Imkon qadar. Tushunarli. Demak, aynan shu o'rinda Ibrat aka sizga biz aytib o'tgandik, aynan Instagram orqali biz aynan kuzatuvchilarimizga murojaat yo'llagandik. Esingizda bo'lsa, eng top savollar bor edi. Men sizga dastavval savollarni o'qib beraman. O'zingizga qizig'ini, javobini berishingiz mumkin yoki javobingizni aytishingiz mumkin. Javobini berishingiz mumkin, aytishingiz mumkin. Ikkalasi ikki xil ma'no bor. O'zingiz tushunib olasiz. Xo'p. Birinchi qaysi savoldan boshlasam ekan? Aynan Sherzod Norbekov degan profil egasi yozibdi. Salom, Ibratga ayting, yoshlikda eng yaqin o'rtog'i kim bo'lgan? Shuni so'rang debdi. Endi yoshlikda o'rtoqlarimiz ko'p bo'lgan. Hozirgacha ham shu o'rtoqlarim, do'stlarim bilan birgaman. Ba'zi o'sha hayot tashvishlari yo ish yumushlari yuzasidan boshqa joylarda bo'lishimiz mumkin ba'zilari, lekin deyarli ko'pchiligi forishda o'zimni bog'chadan to hozirgacha birga bo'lgan ko'p, juda ham ko'p. Rahmat. Demak, Sherzodbek eshitdingiz. Endi aynan ikkinchi kuzatuvchimizdan kelgan savol Rahimo takchiziq va 04 tomonidan kelibdi. Baxtni bir so'z bilan ta'riflab bering. Baxtni bir so'z bilan ta'riflaydigan bo'lsam, iymon bilan ta'riflayman. Musulmon inson uchun eng go'zal baxt o'sha iymoni bilan hayotga kelgan. Undan boshqa narsalar ikkinchi masala bo'lib qoladi. Boshingizdagi ko'zmunchoqli shapkangizni qayerdan olgansiz? Ko'zmunchoqli shapkani Samarqandda oldim. Sulton Abdulhamid xon davriga tegishli bo'lsa kerak, menimcha o'sha dizayn, o'sha shapka. Endi hurmatli kuzatuvchilar, aynan sizlar uchun bitta ajoyib savol, aynan Ibrat akamizni asli shaxsiy ma'lumotlariga tegishli bo'lgan savol. Taksichi bola 361 profilidan kelgan. Ibi akamni oydan tushishiga sabab nima? Oydan tushishimizga sabab juda kibrlanib ketmaslik uchun. Shu yerda yuraveraylik, o'zimizni forishda kibrlanib ketmaylik degan maqsadda oydan sekin yerga tushib qo'ya qoldik. Vaqt soati bilan o'z o'rnida yoz oylarida dam olishga oyga bir chiqib turamiz, do'stlarim bilan birga. Bo'ldimi? Xo'p, sizga keyingi savol. Agar vaqt bo'yicha sayohat qilish imkoniyati bo'lsa, o'tmishga borishni xohlarmidingiz yoki kelajakka? Men o'tmishga borishni xohlardim. Chunki o'zi kelajakda yuribman-da hozir. Ancha ilgarilab ketganman. O'shaning uchun o'tmishga qaytganim ma'qulroq. Ana Gagarin bilan oyga chiqqanlaringiz, aynan. Xuddi shunday. O'shandagi Rexmidi kuchuklaringiz? Xo'p. Endi sizga bitta kuzatuvchimizdan juda qattiq savol kelibdi. Akkauntlarini aytmayman. Qiz bola ekan.
menimcha. O'zi asli forish aksessuar akkaunti egasi kim? F.I.Ş. Endi akkaunt egasi agar shaxsini tasdiqlash kerak bo'lsa, akkauntimizda yozib qo'yilgan. Agar hayotimdan kelib chiqib aytish kerak bo'ladigan bo'lsa, forish aksessuar usta deb qo'ya qolaylik. Usta. Oddiy usta. Shu qo'l urgan sohamizni ustasi bo'lib kelyapti shu paytgacha. Instagramda ham endi ozmas o'z-o'zini o'rnini topyapti inshaalloh. Haligi 10 ta reklamani olib nima qilasiz-ku? Haligi $10,000 dan reklama olasiz-ku, to'g'rimi? Xuddi shunday. Ko'rganingizdek, aynan forish aksessuar ijtimoiy tarmog'ini yurituvchi forishlik akamiz, do'stimiz Ibrat aka, qachon uylanasiz? Bu men uchun eng qiyin savollardan biri. Xuddi bir dushmanim berayotgandek bo'ladi shu savol. Agar oxirgi 5 yillikning ichidagi menga berilgan savollarni hisob-kitob qilinadigan bo'lsa, bu rekord ko'rsatkichga ega bo'ladi mana shu savol. Inshaalloh Allohning bergan kuni uylanamiz. Hozircha so'roq ostida. Demak, hali vaqtlaringiz bor. Qizlar bemalol hali bo'shda. Hozircha bo'sh ekan, bemalol. Xo'p, endi asosiy savollarga o'tamiz. Undan oldin esa sizlarga yana bir bora Ibrat aka, bizda forish tog' asali bor. Aynan bu asalni aytib o'tmasam bo'lmaydi. Siz endi uylanmagansiz. Men bop ekan-da. Siz bop. Aynan qiynaydi. Qiynaydi, juda qiynaydi. Ayri chaqqanmi? Chaqqan, lekin o'lib qolganda. Bechora ayri. O'sha chaqqan ayrining asalidan bu. Aynan mana shu asal orqali hurmatli bizni kuzatayotgan aziz forishliklaringizga barchaga taklif qilaman, tavsiya qilaman. Aynan bu forish tog' asali. Mana bu yerda raqamlarni qoldirdik. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Asosiy savollarga o'tishdan oldin Ibrat aka bir homiylarimizni aytib o'taylik. Yaxshi bo'ladi. Aynan ushbu podkastimizni olishga yaqindan yordam berayotgan Humo mehmonxonasiga, aynan forishda qad rostlagan Humo mehmonxonasi aynan orzularingiz maskani. Qolaversa bizning eng yaqin hamkorimiz bu 1191 forishdagi eng sifatli, qulay, arzon taksi 1191 hamda ushbu forish tog' asali va qolaversa bizda forishda, nafaqat forishda, balki viloyatlarda o'zining supermarketlariga ega Alibaba supermarket ham bizga yaqindan yordam bermoqda. Aynan ushbu homiylarimizga o'z rahmatimizni, o'z minnatdorchiligimizni aytib qolamiz va reklama bermoqchi bo'lgan barcha tanishlarimizga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Reklamalar olishimiz bepul, faqat narsa berishingiz kerak. Aynan sizga birinchi savolimni beraman. Aytgancha, hurmatli bizni kuzatayotgan forishliklar, bu savollar Ibrat akani xabari yo'q. Bu Ibrat akaga xuddi anaqa psixический ataka deylik, shunday narsa bo'lyapti. Birinchi savol, sizning tasavvuringizdagi dunyo va forish. Meni tasavvurimdagi dunyo. Hozir dunyoni ikki qismga bo'ladigan bo'lsak, rivojlanayotgan va rivojlangan dunyoga bo'ladigan bo'lsak, aynan o'shani o'rtasida desak bo'ladi forish. Ya'ni rivojlanayotgan ham emas, rivojlangan ham emas. Rivojlanishga harakat qilayotgan desak to'g'ri bo'ladi. Hali rivojlanayotgan yoki rivojlangan deyishga biroz bor, lekin rivojlanishga jadal harakat qilyapti forish. Inshaalloh rivojlanganlar safiga kiradi. Bizni ham o'z-o'zini hissamiz bo'ladi. Xudo xohlasa. Ko'rdingizmi? Ko'rib turganingizdek, demak Ibrat aka uchun forish bu geografik joy emas, bu aynan kayfiyat bag'ishlaydigan bir makon. Aynan shunday. Tug'ilib o'sgan joyingiz ham forish, ha? Aynan. O'sayotgan joyingiz ham forish. Uylanadigan joyingiz ham forish. Inshaalloh. Xudo xolasa. Forishlik qizlar qiynab qo'yamiz. Demak, ikkinchi savol. Kim edingiz, kim bo'ldingiz? Kim edingiz, kim bo'ldingiz? Oddiy bir usta edim. Hali ham bir kuchayib, bir mashhur bo'lib ketgan odam emasmiz. Oddiy o'sha insonligimizcha qolganmiz. Inshaalloh bundan keyin ham o'sha xarakter, birovga yomon gapirib, kibrlanib ketadigan xarakterimiz yo'q. Yanada rivojlanishga harakat qilamiz. Bundan keyin yuksak marralarga erishganimizda ham unda kibrlanib bir
yomon taassurot qoldirmaymiz inshaalloh odamlarning ko'nglida, o'y xayolida. Va mana shu internetdagi hazil huzullarimiz bilan inshaalloh biz o'tib ketgandan keyin ham bizni eslab turadigan darajaga yetishga harakat qilaman men. Qayoqqa u Qaytmas tomonlar. ha, u yoqqami men o'z uylanganingizdan keyin debman. Xo'p, Ibrat aka, mana shu internetda juda mashhur siz, deyarli hamma reklama sizniki. Ja, unchalik emas. Ha, sizniki emas, ha? Tak, demak, Ibrat aka, sizga endi bitta kulminatsioniy savol beraman. Aynan bu savol mendan emas. Ssenariy yozayotganimda kallama kelib qoldi, ChatGPTdan so'radim. Mana shu savolni bersam bo'lamdi dedim. Bu savol dedi, mana bu yerda aytdi. Bu savol intriga savol dedi, ChatGPT aytdi. Aynan bu savolni men sizga aytadigan bo'lsam, bu faoliyatdan ketasizmi? dedi. Bu faoliyatdan ketasizmi? Ya'ni qaysi ma'noda shu faoliyatni davom ettirasizmi shu yo'lda yoki tark etasizmi degan ma'nodami? Ibrat aka kontenti xalq mulki deb ham maqol qo'ydi. Endi o'zingiz aytdi-ku, mana ChatGPT aytayapti-ku, bu intriga savol deyapti-ku, o'zingizni dunyo qarashingizda ayting. Masalan, men sizga berdim bu savolni, endi siz men qanday qilsam bo'lar ekan deb o'zingiz endi javobingizni bering. Bu faoliyatga endi kirib keldik. Biz ya'ni Instagramdagi faoliyatimizga endi kirib keldik. Undan avval YouTube, TikTok ijtimoiy tarmoqlarda ancha faol edik. Ko'pchilik bilmasa ham, Instagramdagi faoliyatimizga endi kirib keldik. Agar hozir chiqib ketadigan bo'lsak, yaqinda bir kontent qildim o'zi, ijtimoiy tarmoqdan ketmasam charchadim deb o'sha videoni oxirigacha ko'rmasdan ko'plar kommentimda yozdi, lichkalarimga javob berdi. Men o'sha internetni tark etamsiz deb o'ylab shoshib qoldim deb xafa bo'ldim. To'xtan ketmang deb o'sha lichkalarimga yozganlar bo'ldi, hali oxirigacha ko'rmasdan turib. Endi boshladik. Inshaalloh biz hali o'zimiz ko'zlagan yuksak marralarga yetmasdan turib ketish yo'q. Lekin bu yo'nalishdan ozgina yiroqlashib boshqa o'zimni eng asosiy yo'nalishimga o'tish niyatim bor. Inshaalloh obunachim 100 mingta bo'lishi bilan keyin boshlayman o loyihani. O loyiha hali O'zbekistonda hech kim qilmagan loyiha. Hali beri qilmasa ham kerak, chunki biz qilamiz deb turibmiz-da uni. Ha. Demak, siz hali dal azoblashda davom etasiz. To'g'rimi? Ha, hali eng kuchli azoblar o'z oldinda. Sabrli bo'linglar. Ana shu joyda men shahrimizga bitta kuchukchan deb qo'yaverdik. Nima deysiz? O'ynaydi. Ha, kuchugam keldi. Demak, aynan savollarni berdik. Ibrat aka, aynan men sizga shu podkastni rejalashtirayotganda aytgandim. Bonus savollar ham bor deb. To'g'risini ayting, vijdonli odam sifatida bonus savoldan xabaringiz bormidi, yo'qmidi? Yo'q, Allohga qasam qilib aytaman, xabarim yo'q edi. Yolg'on gapirishni yomon ko'raman, yolg'on gapirmayman o'zi. Demak, savollarga chidaysiz. Inshaalloh chidashga harakat qilamiz. Asabingiz dosh berguncha. Dosh berguncha. Pikka chiqqanda o'zingiz deb qo'yasiz, hut deb qo'yasiz. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, shu joyda Ibrat akaga bonus savollarimiz bor. Bu bonus savollar nima uchun? Ibrat akani IQ darajasi, IQ darajasini tekshirish uchun. Aynan Ibrat akadan birinchi so'raydigan savol emas bu, bir topshiriq, qiziqarli o'yin o'tkazamiz. Agar yutsangiz sizga sovg'a bor. Mana shu qo'limda ko'rsatayotgan asalni olib ketasiz. Yutsangiz menga bitta sovg'a. Gap yo'q. Demak, birinchi savol. 3 ta so'z bilan forishdan ekanligingizni bildiring. 3 ta so'z. 3 ta so'z bilan. Endi aslida forishdan ekanlikni bildirishning imkoniyati juda ko'p. O'sha viloyatlarda ustachilik qilib yurgan davrlarimizda bizni eng ko'p eslaydigan nom bilan forishdan ekanligimni bildirib o'taman. Chinor ostidagi duel. Chinor ostidagi duel filmi o'sha forishdan ekanligingizni bildiradi. Inshaalloh o'sha fontanga borib, hali rasmga ham tushib niyatim bor. Bor. Xudo xolasa. Inshaalloh. Ko'ryapsizlarmi? Endi 3 ta so'z bilan ta'riflab bering forishdan ekanligingizni. Chinor ostidagi duel.
Nortay. Qaysi Nortay? O'sha chin orasida duelda. Nortay aka. Demak, ikkinchi savolimiz sizga aynan telefonda hech narsa yo'q aytgancha men bloklab qo'yay. Rosa qarayapman-da. Demak, sizga ikkinchi savolimiz aynan siz mana bugungi kunda Instagramda, oldin YouTube'da, TikTok'da faoliyat olib borgansiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Xo'p, endi o'sha faoliyatingiz davomida kimdir sevib qolganmi yoki kimnidir sevib qolgan paytingiz bo'lganmi? Bu juda nozik shaxsiy savol bo'lib ketdi. Endi ijtimoiy bu hazilamiz, unaqa shaxsiy hayotdan emas, bu hazilamiz. Masalan, gapingizni oldim. Masalan, misol uchun men Instagramga kiraman, YouTube'ga, TikTok'ga kirmayman, Facebook, Instagram, YouTube'ga kiraman. Kirganimda meni kumerim bor. Yoqtirib tomosha qiladigan kumerim bor. Meniki yaponlarniki tay. O'shanda sizni yoqtirganingiz, sevganingiz kim? Ijtimoiy tarmoqdami, ya'ni taniqlilardan. Mo'sh taniqli emasdir, mo'sh biz bilmasmiz. Ijtimoiy tarmoqdan topganlarimiz, endi men kimnidir sevib qolmaganman internet orqali, YouTube yo TikTok orqali, lekin internet orqali topganlarimiz bo'lgan, ya'ni sevmaganmiz singillarimiz bo'lgan. Haqiqiy hozirgi davrgacha o'sha aka singildek bo'lib qolgan tanishlarimiz bor Toshkentdan deyarli. Ikkita o'zimning singlim bor, radnoyimdek singillar bor. Ijtimoiy tarmoqda o'zim juda bir qiziqadiganim ichimdagini aytib qo'yaveray, qo'pol tuyulsa ham Georginaga qiziqaman. O'zlaring bilasizlar kimligini Georginani kommentda yozib ketadi. Georginaga qiziqar ekan. Jennifer Lopez ikkinchi variant. Shunday, Jennifer Lopez, Georgina. Demak, Yevropa standartlariga mos keladigan aboylarni tanlaysiz. Demak, savolga javobni bilib oldik. Endi esa siz uchun oxirgi va so'nggi savol. Aynan Ibrat aka kimgadir ibrat bo'lganmi? Hozircha bu savolga bir narsa deyishim qiyin, lekin inshaalloh ibrat bo'lishga har doim harakat qilamiz. Endi ijtimoiy tarmoq orqali bizning kontentlardan noto'g'ri xulosa qiladiganlar ko'p. Men shu o'rinda aytib o'tib ketay, ijtimoiy tarmoq bu bir alohida bir dunyo. Uning ichida yashalayotgan xarakter ham boshqa. U bir boshqa inson. Agar asli bizni ko'rsatadigan videolar ham bor, misol uchun mana shu yaqin kunlarda yana asli ichimizdagi yaxshi amallar, yaxshi niyatlarni videolarda ko'rsatishimiz mumkin. Yaqin kunlarda harakat qilamiz. O'shanda o'zlaring tushunib olasizlar. Lekin ijtimoiy tarmoqdagi hazil-huzullar bu faqat o'sha obunachilarni, bizni kontentni kuzatadigan kuzatuvchilarni kayfiyatini ko'tarish uchun, o'sha insonlarga sal bo'lsa ham hayotdan zavqlanish uchun yaxshi kayfiyat ulashga harakat qilamiz. Demak, rahmat iliq fikrlar uchun. Endi Ibrat akadan bitta ibratli gap eshitamizda, aynan sizni ko'rayotgan va sizni ko'rmoqchi bo'lgan, sizni ko'ra olmaydiganlarga bitta motivatsion gap aytsangiz, shu bilan xoricha hangamalarni tugatamiz. Kameramiz bu yoqda ham, bu yoqda ham bor. Bemalol xohlagan biriga qarab gapirishingiz mumkin. Bilasiz, Humo mehmonxonasining lyustralari chiroyli. Shunday. Lyuks xonalari ham zo'r ekan. Bu eng oddiy xonalarimizdan biri menimcha. O'sha mashhur bir ham yozuvchi, ham psixolog deydimi, Dale Carnegie'ning bir ajoyib gapi bor. O'sha o'qiganim o'zimda esimda qolib ketgan. Inson hayotidagi eng buyuk istak qadrli bo'lish istagidir degan. O'shaning uchun nima demoqchiman? O'zingizni qadringizni biling. Ya'ni qayerda bo'lsangiz o'zingizni qadringizni biling va o'zingizni qadringizni ijtimoiy tarmoqda ham kommentlarga kirib har qaysi bo'lar bo'lmas gap bilan haqorat qilib, kimnidir madaniyat chegarasidan chetga chiqib o'zingizni qadringizni yo'qotib qo'ymang. Eng buyuk baxt o'sha qadrli bo'lgan insonning eng buyuk baxti bo'ladi. Birinchi marta Ibrat akadan ibratlik. Albatta Ibrat aka yuqorida ham aytib o'tdim. Albatta Ibrat aka yuqorida ham aytib o'tdim. Ibrat kontenti xalq mulki. Bemalol olib, muallif huquqlari orqali foydalansangiz bo'ladi. Gap so'zlari bor. Anaqa editorlarimiz bor-ku.
Xuddi shunday. Aynan mana shu videomizni ham tez kunlarda birinchi Instagramda reklama qilamiz va Instagramda ko'rayotganda tagida biz link qoldiramiz. YouTube'da to'lig'ini ko'rishingiz mumkin. Faqat YouTube'da to'lig'ini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bemalol YouTube'ga kirib ko'rishingiz mumkin. Lekin aynan biz mana shu o'tirgan xonamiz, ya'ni Humo mehmonxonasini bemalol Forishga kelib ko'rishingiz mumkin. Forishga kelganingizda sentriga tushasiz, 1191 ga telefon qilasiz, to'g'ri borasiz, Nurota yo'liga chiqib ketishda tog'asal bor. O'sha yerga olib 1,5 kilo tog'asalni olasiz. O yerdan o'sha 1191 da to'g'ri Humo mehmonxonasiga kelasiz. Bu kamchiligingiz bo'lsa, yo'lda 3 ta Alibaba magazini bor. Forish Center'ning ichida xohlagan turdagi, xohlagan narsalaringiz bor. Bemalol arzon sifatli sotib olishingiz mumkin. Barcha sifatlar, barcha xizmatlar, tozalik, ozodalik va orzular maskani bu Humo mehmonxonasida. Xuddi shunday. Sizga yoqdimi Humo mehmonxonasi? Zo'r ekan. Hammaga kelishni tavsiya qilaman. Forishda menimcha bu yagona bo'lsa kerak hozircha. Yana bundan keyin ko'paysa, shunday mehmonxona, sanatoriyalar ko'paysa yanada zo'r bo'ladi inshaalloh. Xudo xohlasa. Demak, hurmatli mehmonlar, hurmatli bizni kuzatayotgan aziz forishliklar, aziz kuzatuvchilar. Bizni bu videomizni, bu podkastimizni davomi chiqsin deganlar iltimos qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Agar davomi chiqmasin deganlar negativ yozamiz, baribir tredga chiqamiz. Va shu bilan Forishcha hangamalar podkastimizning ilk soni o'z nihoyasiga yetdi. Ibrat aka, sizga rahmat. Doimo ibratli bo'lib yuring. Sizning kontentlaringiz ko'payishida omad tilaymiz. Ishqilib Forishda o'z o'rniga ega reklamalar zo'r bloger bo'lib keting. Inshaalloh. Xudo xolasa. Demak, rahmat. Salomat bo'ling. Asal yeb ko'ramdik asalni. Nima deysiz? Yo'q. Yemamiz. Yo'q, nima qilasiz deb ko'r. Yemamiz. Yo'q, choy bilan nega zo'r ketadi. Hozir endi shira bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shiro bo'ladi. Ha. Yeb ko'rmamiz. Jon deb yeb ko'rim kelyapti, qo'l shira bo'ladi-da. Idishi bilan yutaversam bo'lmasmikan? Kiberliman deng. Kiber. Ya, kibir yo'q aslan. Bugun choy damlab ichamiz buni.